Jigarli. Zoom erkalaringlarning ikkinchi haftasi o'tganda ham o'tdi-yu. Video boshlamasdan hamma настроениyasin baloni o'q qilmaslik uchun yaxshi individualdan boshlaymiz. O'staymasin, bir hafta bo'lmasdan 200 mingtadan 260 mingtaga chiqamiz. Men endi shuni babo'ylam o'zingizdan o'zingiz ko'paytirib duo qilganlardan nimaning metodi o'qiganlarini. 200 mingta bo'lganida o'zdan chiqib bitta dona gul berib kutirib qo'ya qoluvdilar. 300 mingtaga nima so'raymiz? O'zingizdan takkoyski ideyalar bo'lsa, yoki shuni kommentariyaga aytib qolib so'rayverasizlar. Behu, pishitib behu o'zimga qolsa soddagina sovg'a berib qo'ysalar ham bo'ladi. Biz o'zi skromniy qizman. Temani ketib qolmaymiz. Zoom erkalaringlar ikkinchi haftada nimalarga o'rgilgani haqida gaplashayotdik. Boy klassический kelinni ba'zi minimumdan boshlaydigan bo'lsa, men pasportimdagi familiyamni almashtirishga ulgurdim. O'zim umrimda birinchi marta pasport udashni ko'rdim, sevdim. Ikkinchisi bu o'zbekcha kelinga o'xshab. Izzat Shukurov muzikasiga men ham erim yonida kelin salom oldim. Yuz bo'lsa ham bizdan jahon. Axir senlar tirikman ishon. Kamilota. Keyin biz ham moralni charchaganimizda haftaning o'rtasida spontanni mana ochilib qolmayapti. Spontanni to'yga borib skuter tushishga qaror qildik. Ko'rsangiz ham skuterda birinchi marta tushganim hisobiga men почти ucha olmadim. Yo'lda ham eng trezvisi men uchun o'zim bo'ldim. Hammani uyg'otib, hammaga energiya berib keldim. Okey, yomon yengilliklarga keladigan bo'lsak, Samandor aka menga har kuni ertalabdan zo'r motivatsiyalar berishni boshlayaptilar. Oson deb o'ylamang erkak ahliga. Sochlari oqargay, ayoldan tezroq. Bu ham yetmaganiga uborkalarni birga eplab tashlaymiz. Gatovkani gapirmasa ham bo'ladi. Оцените mani uborkamni 1 dan 10 gacha. Birishim уровне. Kiyimman milliondan necha. Agar siz заложникda yashayotgan bo'lsangiz, ko'zingizni yuming. Mana ochaman ko'zimni, shayot qilishga men qolaverdim. Haftani adekvatno yakunlash uchun bo'lsa, sekin teatrga tushdik. Bizning ko'rinishimizdan o'ylashinglar mumkin, что biz qanaqadir stressli, romantik, wow kinoga tushdik deb. Bizning vibeimiz unaqa emas. Чисто история игрушек 4-части chiqqanini ko'rgani tushdik. Kosmosdan ham ko'rinib turishimiz uchun highlightlar qo'shib olamiz. Oldingi postimni ko'rgan qizlar sar erga tegishga shoshib qolishibdi. O'sha qizlarga maslahatim umuman shoshmanglar. Chunki faqatgina men sizlarga zamojniy hayotda pluslarini ko'rsatgan bo'lishim mumkin. Lekin pluslari ko'p bo'lgani sari o'sha balki sizlarga ko'rsatmayotgan minuslarim ham oshib ketayotgan bo'lishi mumkin. Ko'p gapirmasam tez preobражениямizga maqtam oling. Tada! Ha, meni Kerenskiy lukda ko'raman deb o'ylamadinglar? O'ylashim bo'yicha meni примерно mana shunaqa lukda tasavvur qildinglar-ya. Ошибаетесь, jigarlar. Даже kelinni ham meni luklarimga повлиять qilgani yo'q. Kommentariyaga meni Murzon chiqmaganimni sovg'a berishni yozib bo'lgan yildan keyin lukumni ham atsangiz qo'yish esingizdan chiqmasin. Пока-пока!